Bugun biz sizlarga paketda ko'ylak tikamiz. Bizga kerak bo'ladi o'lchovlari, ya'ni qop bo'yi, ya'ni bu qo'ltiq boshlanishi, ya'ni qo'ltiqning ustidan o'lchanadi 92 cm, ya'ni qopning bu bo'y qismi bo'ladi. Oldi kaketka ochiqligi 18, oldi kaketkaning uzunligi 24, oldi kengligi 34, arqa kengligi 36, arqa kaketka uzunligi 22, qop ya'ni bu kengligi 130 qilib oldik, yelka 11, qo'l uzunligi 34. Demak, hozir biz sizlar bilan birinchi bichadiganimiz qop qismini bichamiz. Bizga u asosan buni bo'yi qismini, ya'ni 92 uzunligi, qobining uzunligi nima? 92 bo'lganda 2 cm. Yani 92 2 cm qo'shib olamiz. Yani choqqa qilib va buni o'tgan osonlik bilan qo'ldan qirqib olishimiz mumkin. Sababi shtampillar tez, oson shunday bichiladi. Agarda albatta kasoy tarafini o'zlaringiz tekshirib ko'rasizlar. Kassel qismi bo'lmasligi kerak. Endi bizga kerak bo'ladigan narsa oldi kaketkasini bichib olamiz. Kaketka qismini bichishni boshlaymiz. Bizga uning uchun oldi ochiqligini hisoblab olamiz. Bu yerda 7, ya'ni 7 cm. Hamma standart, ya'ni hamma ko'ylaklarda, hattoki burmali yoki bo'lmasa kaketkali yoki bo'lmasa обычный ko'ylak tikasangiz ham har qanday holatda siz 7 qilib olasiz. Bu standart. Ya'ni butun tikish jamoalari yoki bo'lmasam katta tikish sexlari hammasi 7 qilib oladi. Ba'zi ulardan lekin 6 qilib oladi. Ya'ni masalan futbolkaga yoki bo'lmasam biron bir boshqa tikayotgan bo'lsangiz, ya vodolazka tikishga bo'lsa bu 6 qilib olinadi. Endi yelka qismi. Yelka qismi bizda 11. Tak, 11 qilib olamiz. Hozir. Tak. Oldi kengligi bizda oldining kengligi, ya'ni oldi kaketkasining kengligi bizda 34 dan 2 ga bo'lsak, bizda tak 34 2 cm choq qo'shib olamiz, 36 bo'ladi. 36 ni biz 2 ga bo'lganimizda tak 18. Demak 18 qilib o'lchab olamiz. 18. O'lchab o'tkazib olamiz, ya'ni ikkita nuqtani birlashtirib. Endi yelka qismini 11 qilib oldik. Yelka qismiga biz albatta tepa qismidan 2,5 cm tushamiz. Va 2,5 cm tushgan qismimizda va mana bu qismimizda ikkalasini birlashtirib olamiz. Endi oldi ochiqligi bizda 18. Ya'ni bo'yin qismidan mana shu oldi bo'yin ochiqligidan siz o'lchashingiz kerak bo'ladi, oldi ochiqligini. Ya'ni buni to'g'ri qilib o'lchasangiz ham bo'ladi, lekin asosan mana shu deb olsangiz sal kaltira. Biz o'lchaganimiz bilan bu, ya'ni qiya qilib o'lchaganingiz farqi bor. Qarang, 1 cm ga, ya'ni o'sha katta bo'lyapti. Chunki siz insondan o'lchov olganingizda, ya'ni uning yelka qismidan olganingiz hisobiga sizda 18 bo'lishi kerak. Endi oldi uzunligini, buni ham oldi uzunligini ham o'sha, ya'ni oldi ochiqligining nuqtasidan o'lchaymiz. Bu da bizda 24 ga
2 santimetr qo'shamiz. Sababi 1 santimetr bu tarafga, ya'ni yelkaga kirib ketadi. Yana 1 santimetr bu tarafdan choqqa kirganligi hisobiga biz 2 santimetr qo'shamiz. 24 bo'lgani uchun 26 hisobida olamiz. Endi yelkaning, ya'ni yelkadan to qo'ltiqqa bo'lgan o'lchami 13. Ya'ni odamning razmeriga ba'zi bular 48-47 kiyganlar ya'ni kichkina razmerlarga 13, 14 qilib olishingiz mumkin. Ya'ni razmeri katta, ya'ni 50 dan balandiga mesela 15 qilib olasiz. Sababi ularda ya'ni vesi hisobiga ko'tariladi. Ya'ni endi mana bu nuqta bilan mana bu nuqtani biz birlashtirib olamiz. Tak. Endi bu yerdan bu yerni ham birlashtirib olamiz. Agarda sizlarda bunaqa lineykalar bo'lmasa, sizlar qo'lda osonlik bilan birlashtirib olishingiz mumkin. Endi navbat qirqib chiqamiz. Mana oldingi kaketkamiz tayyor bo'ldi. Buni klelab olib turib tikishni boshlaymiz. Demak, arqa kaketkani tikamiz. Arqa kaketkamizni bichib olamiz. Endi hozir qirtiqlarni olib tashlaylik. Demak, bu yerda ham biz 7 qilib olamiz. Sababi oldi qismidagi oldi kaketkaniga 7 qilib oldik. Demak, bu safarda ham bu yerda ham 7 qilib olamiz. Tak, bu yerdan ham 2,5 cm tushamiz yelkaga. Bu yerda bizda hozir tak kaketka, arqa kaketkasi 36. Demak, 36 bo'lsa 38 bo'ladi. 2 cm qo'shib 18 bo'lgan edi, 19 bo'ladi. Demak, 19 qilib o'lchab olamiz. Bu tarafdan ham 19 qilib o'lchab olamizda. Ikkita nuqtani birlashtirib chiqamiz. Ana. Endi yelkani tak. Demak, qaranglar. Yelka qismi 1 cm ko'p bo'lyapti. Bunday holatlarda biz ya'ni 12 qilib olaveramiz. Bu tarafdan ya'ni hech qachon bu tarafdan ichkariga kirib ketishimiz kerak emas. Agar bu tarafdan ichkariga kirib ketsangiz, buni qo'l bunday bo'lib qolishi mumkin. Kiyganda tekis chiroyli chiqmaydi. O'shaning uchun 1 cm qo'shib olamiz. Keyin oldi ochiqligiga 1 cm orqaga qo'shiladi. Choq haqqi bo'lib kirib ketadi bu tarafdan. Tak. Oldi orqa ochiqligini 3 cm qilib olamiz. Hamma har xil qilib oladi. Kimlardir 2,5 cm, kimlardir 3 birlashtirib oldik. Endi kengligi tak 22 edi, 24 qilib olamiz. Ya'ni bu safar bu yerdan ham 2 cm choq haqqi qilamiz. Bu yerda 13 edi. Ya'ni yelkadan qo'ltiqqa bo'lgan o'yim 13 qilib oldik. Ana endi bu nuqta bilan bu nuqtani birlashtirib chiqamiz. Ana birlashtirib oldik. Buni ham klelab olamiz, ya'ni flizenlab klelab yopishtirib.
tikishga tayyor qilamiz. Endigi qismimiz yeng qismini bichishni boshlaymiz. Bizga asosan yeng uzunligi birinchi kerak bo'ladi. 45 edi, 2 sm qo'shamiz, 47 bo'ladi. Endi bizga uni bu yerdan qo'l kengligi, ya'ni qo'l tarafdagi kengligi eng nima desam bo'ladi, katta joyini olib turib belgilab olasiz, o'lchab olasizlar. Bizda 41 qilamiz, ya'ni 42 qilamiz va 42 ni 2 ga bo'lganimiz 21 chiqadi. 21 da o'lchab olasiz. Keyin endi asosiy qismi, ya'ni o'sha qo'ltiq qismi bilan baland qismidan 14 sm tushib olasiz, ya'ni qo'ltiqqa qo'ltiq qismiga endi 14 o'lchaganingiz bilan, ya'ni baland 14 qilib o'lchadingiz, bu tarafdan 40 qilib o'lchadingiz. O'sha nuqta bilan, ya'ni boshidagi, ya'ni yelka qismini ekanasini chizib olib turib 2 ga, ya'ni bo'lamiz. 13 sm bo'ladi. 13 sm bo'lganda belgilab olamiz. Bu tarafda yana buni yana balandki qismini yana 2 ga, bunda balandga qarab 1,5 sm o'lchaymiz. Pastga bu tarafdan yana bo'lsak 6,5 bo'ladi. Bu tarafdan ham bu yerdan ham 1,5 sm yana pastga tushirib olamiz va hamma nuqtani birlashtirib chiqamiz ana. Ko'ryapsizlarmi? Bu nuqtalar endi kerak emas. Bu nuqtalarni o'chib tashlashlaringiz mumkin mana bu chiziqlarni. Va pastki qismi 14, ya'ni bizda 26 edi. 26 ga 2 sm qo'shamiz choq haqqiga, ya'ni 28 ni 2 ga bo'lganimizda 14 bo'ladi. 14 ni belgilab olamiz va qo'ltiq o'yimidagi nuqta bilan pastga bu nuqtani belgilab chizib olamiz. Ana endi bichishimiz mumkin. Qo'ltiqimiz va albatta baland qismiga rasechka berib qo'yamiz. Tayyor. Ana